Qizlarimiz hech qachon shoshmaydi. Shoshilmay. O'g'il bolalarga ham shoshilishlik yaxshi emas-da, qiz bolalarni shoshilishligi yaxshilikka olib kelmaydi. Hech qachon shoshmang. Sokin bo'ling. Har doim qadamingizni o'ylab bosing. Telefon ishlatasizmi, kim bilandir gaplashasizmi, o'ta o'ylang. 7 marta o'lchab kesmay ham qo'yavering. O'zi 7 o'lchab bir keslaydi-yu, siz 7 o'lchab kesmang. Borib so'rang, kessam maylimi deb. Qizlarimizga shu nasihat. Chunki sizlar millatni umidisizlar. Kitobdagi narsalar hayotga to'g'ri kelmaydi ko'p joylarda. Kitobda sevgi, muhabbat, hayotda mehr, shafqat bo'lish kerak. To'g'rimi? Sevgi, muhabbat bilan hayot bo'ladimi? Yo'q, sevgini o'zi yetmaydi. Kitobda o'qiysiz, Hind kinolarini ko'radi, ba'zilar turk seriallarini ko'radi, xayoli kinoga ketib qoladi. To'g'rimi? Ala qaysi qahramonning hayoti bilan hayot kechiradi. Yig'ishtiring shu narsalarni. Bu shoshqaloqlik bu. Ular nima karomat ko'rsatyaptiki, bizga ibrat bo'ladi. Ularni hayotlari bizdan parokanda, xotirjam bo'ling. Ularni real hayotda, ya'ni voqealik hayotdagi holatini ko'rsangiz, qo'lingizni yuvib qo'ltig'ingizga urasiz. Ularning hayoti hayot emas. O'sha turk seriallaridagi qahramonlarni. Aksariyatini hayoti halollikdan chiqib ketib bo'lgan. Nimaiki bo'lsa yeb yotibdi ular. Kinoda chiroyli qilib ko'rsatib, sizni aldayapti xolos. O'zlarini domiga tortiyapti, o'zlarini domiga. Yaqinlasangiz yutib oladi. Haqiqiy qahramon sizga ota-onangiz esdan chiqarmaydi.